Assalomu alaykum hurmatli buxgalterlar va bo'lg'usi buxgalterlar. Bugungi darsimiz o'tgan darsimizning davomi. Buxgalteriya hisob-kitoblaridagi ikki yoqlama yozuv va uning mohiyati. Ikki yoqlama yozuv biz o'z tilimizda aytadiganimiz provodka degani ikki yoqlama yozuv bo'ladi. Xo'jalik faoliyati korxonada sodir bo'layotgan operatsiyalardan iborat. Bu faoliyat xo'jalik mablag'lari va manbalarini o'zgarib turishini ko'rsatib, buxgalteriya hisobida ikki yoqlama yozuv usuli bilan qo'llaniladi. Ikki yoqlama yozuv har bir xo'jalik operatsiyasini o'zaro bog'liq bo'lgan shotlarda ikki marta qayd etish yo'li bilan ifodalanadi. Biz o'tgan darsda ham ko'rdik, hisob raqamdan kassaga naqd pullar olganimizda ikkita shot orqali ifodaladik. Hisob raqamdagi pul mablag'lari kamaydi dedik va kassada naqd pullar ko'paydi deb ifodaladik. Bugun masalada ko'rib chiqamiz shularni. Birinchi savol: hisob-kitob shotidan kassaga pul olindi. Hisob-kitob shoti aktiv. Biz pul olganimizdan keyin u yerdan pullar kamayadi va aktivni kamayishini biz kreditda aks ettiramiz dedik. Hisob-kitob shotining shoti 51.10 va kassaga oldik. Kassada naqd pullarimiz ko'payadi. Aktiv shot ko'payishini debitda aks ettiramiz dedik. Xizmat safariga kassadan bo'nak berildi. Bo'nak degani bu avans. Kassadan xizmat safariga ketuvchi xodimga berilgan avansga biz quyidagicha provodka beramiz. Demak, kassada pul kamaydi. Kreditda aks ettiramiz kassadagi pul mablag'larini va xizmat safariga berilgan bo'nak 42.20 shoti debitda aks ettiriladi. Xodimlarga kassadan ish haqi berildi. Kassada pul kamayganligi sababli yana kreditda aks ettiramiz kassadagi pul mablag'larini va xodimlarga ish haqi berganingizdan keyin korxonaning xodimlar oldidagi majburiyati kamaydi. Passiv shotlar kamayganligi sababli debit tomonda aks ettiriladi. Xodimlardan qarzimiz 67.10 shotida ifodalanadi. Olinmagan ish haqi kassadan hisob-kitob shotiga topshirildi. Demak, kassada yana kamayish ro'y berdi bu yerda va hisob raqamida pul ko'paydi. Ombordan ishlab chiqarishga materiallar berildi. Shu joyda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Ko'pchilik ombor kamaydi deb noto'g'ri tushunadi. Buxgalteriyada ombor degan, ya'ni sklad degan shotni o'zi mavjud emas. Skladda turgan nima kamaysa, o'shaning shotini kamaytirasiz va skladda nima ko'paysa, o'shaning shotini ko'paytirasiz. Demak, bizda skladda materiallar kamaydi. Materiallar aktiv bo'lganligi sababli aktivlar kreditda kamayadi va materiallarning shoti 10.10. Va materiallar qayerga ketdi? Ishlab chiqarishga ketdi. Ishlab chiqarishni bir misol tariqasida qozon deb tasavvur qilayotgan bo'lsangiz, qozonda hajm ortyapti to tayyor mahsulot bo'lgungacha. Hisob-kitob shotiga xaridordan bo'nak kelib tushdi. Ya'ni xaridorlardan hali bajarilmagan ish uchun yo topshirilmagan tovarlar uchun avvaldan pul olindi. Bu yerda pulimiz ko'paydi. Hisob raqamda debitda aks ettiramiz va xaridorlar oldida majburiyatimiz ham ortdi. Passivlar kredit tomonda ko'payadi. Xaridorlardan olingan avans shoti esa 63.10. Bankning qisqa muddatli krediti hisob-kitob shotiga kelib tushdi. Qisqa muddatli degani 12 oygacha bo'lgani qisqa muddat deyiladi. Demak, siz kredit olganingizda 9 million so'm, sizda pul ko'paydi 9 million so'mga va qisqa muddatli kredit bo'yicha qarzingiz ham ko'paydi 68.10. Mol yetkazib beruvchilardan materiallar olindi, puli to'lanmagan. Ya'ni nasiyaga material oldingiz. Demak, skladda materiallar ko'paydi, aktiv shot 10.10 debitda ko'payadi va mol yetkazib beruvchilar oldida qarzingiz ham ko'paydi. Majburiyatlar kredit tomonda ko'payadi. Mol yetkazib beruvchilarga bo'lgan qarz 60.10 hisoblanadi. Ishlab chiqarishdagi ishchilarga ish haqi hisoblandi. Bu degani bir oy o'tdi. Mana avgust oyida ishchilar ishlashdi. Avgust tugagandan keyin ishchilarga berishimiz lozim bo'lgan summa 2.321.000 so'm ekan. Demak, ishchilar oldida korxonaning qarzi ko'paydi. Qarz ko'paysa, passiv shot kreditda aks ettiriladi. Xodimlarga bo'lgan qarz esa 67.10 va ishchilar qayerda ishladi? Ishlab chiqarishda ishlaganligi sababli ishlab chiqarish shotini yozamiz debitda. Ishlab chiqarishda ishlatilgan elektr energiya uchun faktura olindi. Faktura olindi degani biz 179.000 so'mlik elektr energiyadan foydalandik degani. Demak, elektr energiya oldida qarzdorligimiz ortadi va elektr energiyani skladda saqlab bo'lmaganligi sababli elektr energiya qayerda ishlatilsa, o'sha shot yoziladi. Ya'ni ishlab chiqarishda ishlatilganligi sababli 20.10 yozamiz debitda.
ish haqidan daromad solig'i ushlandi. Ishchilar 2.321.000 so'm daromad qilishdi ishlab va daromadlarining 12% miqdorida byudjetga daromad solig'ini to'lashlari shart. Bu yerda yuridik shaxs soliq agenti maqomiga ega bo'lib, ishchilarga hisoblangan ish haqidan 12% ni olib qolgan holda soliqlarini byudjetga to'lab beradi. Shuning uchun biz ishchilarning ish haqidan 12% ni olib qolganligimiz sababli ishchilar oldidagi qarzdorligimiz 278.000 so'mga kamaydi va ishchilardan qarzimiz kamayganligi uchun uni debetda yozamiz. Olib qolingan summa byudjetga to'lanishi shart. Hali to'landi degani yo'q. To'lanmaganligi sababli byudjet oldida daromad solig'i bo'yicha qarzimiz ortdi. Shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlariga ajratmalar ushlandi. Ya'ni NPS bu 0.1% miqdorida, daromad solig'i esa 12% hisoblanishi. Demak, 0.1% nimaning 0.1%? Bu hisoblangan ish haqining 0.1%, ya'ni mingdan biri. Bu summa daromad solig'idan ushlab qolinadi. Ya'ni ushlab qolingan 12% lik daromad solig'i 11.9% hamda 11.9% hamda 0.1% ning yig'indisi bo'lib hisoblanadi. Shunda 11.9% biz byudjetga daromad solig'ini to'lab beramiz. 0.1% Xalq bankiga jamg'arilgan, shaxsiy jamg'arib borilayotgan pensiya hisob varaqlariga ajratmani to'lab beramiz. Jami hisoblanishi 12%. Demak, daromad solig'idan olib qolganligimiz sababli bu summani daromad solig'i bo'yicha qarzimiz kamayadi va endi Xalq banki oldida NPS bo'yicha qarzdorligimiz ortadi. Bu 65.30 shoti. Ijtimoiy soliq hisoblandi. Ishchilar ishlab daromad ko'rganligi tufayli 12% daromad soliq to'lashadi. Tashkilot ishchini ishlatganligi sababli 12% ijtimoiy solig'i to'laydi. Ijtimoiy soliq bo'yicha qarzimiz ko'paydi, 65.20 va shu yerda bir narsa yodda tutishni maslahat berardim. Ishchilar qayerda ishlasa, ijtimoiy soliq bo'yicha xarajatlar ham o'sha yerga borib qo'shiladi. Ya'ni ishchilar ishlab chiqarishda ishlaganligi sababli ijtimoiy soliqni ishlab chiqarishga olib borib qo'shamiz. Hisob-kitob shotidan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'landi. Endi to'lanishiga e'tibor bersangiz, bu 11.9% to'lanyapti. Demak, to'lansa hisob raqamida pul kamayadi va daromad solig'i bo'yicha qarzdorligimiz ham kamayadi. NPS to'landi. Yana pulimiz kamaydi va Xalq banki oldida qarzdorligimiz kamaydi. Ijtimoiy soliq to'landi, pulimiz kamaydi, qarzdorligimiz ham kamaydi. Ishlab chiqarishdan tayyor mahsulotlar olindi. Demak, bizda tayyor mahsulotlar ko'paydi, tayyor mahsulotlar aktiv, ko'payishini biz debetda aks ettiramiz va tayyor mahsulotlarning hisob raqami 28.10 bo'ladi. Va tayyor mahsulotlar qayerdan keldi deganda ishlab chiqarishdan keldi. Demak, ishlab chiqarish kamaydi.